Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu filtrimizni Samarqand viloyati Payariq tumani Xo'ja qishlog'iga o'rnatdik. Ushbu filtrimiz 7 bosqichli smart suv filtri bo'lib, maksimal darajada suvni tozalab turadi. Ko'rib turibmiz, kirish va chiqish suvlarining tozalik darajasini ko'rsatib turibdi. Work yonib o'chayotgani ishlab turibdi degan, full degan bochkasi to'ldi degani, flash degani, flash yonib o'chsa, membranani avtomatik yuvadi, bu o'zi filtrlarini cho'yib turadi flashda. Lesk degani suv manbasida suv yo'q bo'lgan vaqtda lesk marga tiqib avtomatik nasos kuymasligi uchun o'zini o'zi o'chiradi va zaxira baki ham metalldan ishlangan. Ikki xil suv chiqarib beradi. Ikki xil suv, ta'mi ham ikki xil bo'ladi. Qaysi tarafi sizga ma'qul bo'lsa, shu tarafdan iste'mol qilishingiz mumkin. Demak, обычный suvimiz bilan filtrdan chiqayotgan suvni hozir tekshirib ko'rsatamiz. Qo'yaveramiz. Filtrimiz hali yangi holatda, mana tozalanmagan suv 598 ko'rsatyapti. Tozalangan suv 24-25 ko'rsatyapti. Hozir bu yuqorisidagi oq pufakchalar bu ketadi. Yangi filtr holatda hozir o'rnatganimiz uchun mana asta-asta tiniqlashmoqda. Shunaqa holatda chiqyapti. Ya'ni havo pufakchalari bor buning ichida. Quloq solganda ham quloqqa pichirlagan ovoz eshitiladi, xuddi gazli suvga o'xshab. Endi ikkinchi tarafini tekshirib ko'rsatamiz, yumshalangan tarafini. Mana ikkinchi tarafi 56 chiqyapti. Ya'ni T33 filtrlardan o'tgandan keyin 7 bosqichdan o'tgan tarafi 56, bu tarafi 13 chiqyapti. Ko'pchilik bu tarafidan iste'mol qiladi, sababi 7 ta filtrdan o'tib mazali bo'lib chiqadi. Bu tarafi ovqat joylariga qaynatib ichish uchun asosan ishlatiladi. 4 ta bosqichdan to'g'ridan-to'g'ri o'smisdan chiqqan toza suvni o'zi chiqadi bu tarafidan. Ichib ko'rasizmi? Ekan bor. Ha, ta'mirlarni ko'rayman. Bir ichib ko'ring, siz ham filtr qo'ydirgansiz-ku. Mang-chi? Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi, mulayim beradi. Ha, yoqdimi? Hali filtrimizda 5-6 litr suv chiqib ketgandan keyin undan da yaxshi bo'ladi. Bayağı o'zini chiqarib berdik-ku. Nima, filtrdan. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin.